Hammaga hello bola obunachilar. Sizlar bilan yana o'sha yangi emas, eski ham emas. Aslbek, qarochi bola biz ko'p payt bo'ldi video qo'ymadik. Endi biz bugun birinchi videomizni yana joyladik bola. Agar chunki nega ko'p payt bo'ldi video qo'ymading deydiganlar bo'ladi, bilaman. Chunki videolarimiz rekomendatsiyadan qolyapti. Endi rekka chiqish uchun yana qaytadan videolar olayapman bola. Agar bola shu video rekka chiqadigan bo'lsa va 20 ta like qilsa, sразу keyingi videoni chiqaraman. Bugungi kunda biz Minecraft Brew 26 versiyasiga mod qo'yganmiz. Mana har xil modlar, o'sha narsalarni topib olganman. Mod ishlaydimi, ishlamaydimi deb, shuning uchun ham videoni yarmidan boshlab yubordim. Hozircha bizga olmazlar shart emas. Bu ham. Bu yerda boshidagi bergan kitoblar nimaligini tushunmadim. Hozir sizlarga ishlashini ko'rsataman bu modlarni. Agarda sizlarga shunaqa modlar kerak bo'ladigan bo'lsa, YouTube kanalimiz 200 ta obunachi yig'ganidan so'ng sizlarga mod kanalni topib beraman yoki o'zimning Telegram kanalimga tashlab boraman. Qarochi bolalar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishinglar esinglardan chiqmasin. Qarochi telefonga qanaqa Brew 26 versiyani yuklaymiz deydiganlar bo'ladi, bilaman. Kommentariyaga shunga plus belgisini yozib qoldirsanglar, sizlarga buni отдельный video qilib ham chiqarib beraman. Agarda hozir juda ham ko'p telefonlarda muammo bo'lyapti Brew 26 ni yuklab olishda, lekin bu muammo emas ekan. Men o'zim настройкаларdan to'g'rilab sразу skachat qilib oldim. Xo'sh, endi biza nima mod qo'shgansan deydiganlar bo'ladi, bilaman. Struktura modlari, har xil binolar chiqadi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'sh. Hop, o'zi video yozyapti bolalar, yozyapti. Qanaqa yozmaydi? Qarochi. Hozir ana struktura. Agar struktura bo'lsa, struktura bo'lishi, struktura emas ekan. Topamiz. Qorli biyonda spam qildi-da meni. Shunga o'shanga juda ham qiynalib ketyapman. Bitta qishloqqa chiqib bersa, вообще ideal bo'lardi. Monli bo'lamiz. Qanaqa cheatlarni, modlarni qo'ysa bo'ladi deydiganlar ham bo'ladi, bilaman. Mod uchun ikkita ptichka yozinglar kommentariyaga, modlarni ham отдельный qilib video qilaman. Agar qaysi bir ptichka ko'proq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyani, har bitta kommentariyani o'qiyman men. Agar ikkita ptichka modda bo'ladigan bo'lsa, ptichkalar juda modni. Qarochi, ikkita ptichkada ko'p like bo'ladigan bo'lsa, ikkita ptichkani modni chiqaraman video qilib, qanday o'rnatishni. Agar bitta ptichka ko'p bo'ladigan bo'lsa, Minecraftni qanday skachat qilishni, o'shanda Minecraftni chiqaraman. Bo'ldi. Like bosinglar, sizlar kanalga tez obuna bo'linglar. Xo'sh, bu kompyuter emas, bo'ldi, telefonda o'ynayapman. Mana sizlarga sirimni aytib qo'ydim. Telefonda o'ynayman. Bitta knopka bilan o'zgartiryapman, ko'rayotganinglardek. Sizlarga shunaqa Minecraft'lar bo'ladigan bo'lsa, tushunmaydiganlar, настройкалар bilmaydiganlar bo'lsa, agar kommentariyaga buni ham yozib qoldiringlar. O'z savollaringizni qarochi kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men hammasini bajarishga harakat qilaman. Ana struktura qaramayapmiz, ko'rdinglarmi bo'ldi? Sizlar qaranglar, men har bitta o'tkazib yuborgan narsalarimga qarab yuringlar. Keyin bular strukturaga o'zi bor-ku bu. Lekin juda ham katta qilishibdi buni. Agar struktura bo'ladigan bo'lsa, yo'q, struktura emas, o'zi bor bu Minecraftda. Bu topor o'qitilgan, zazgalka. Otniki ham kerak bizga. Otnikimi? Mana. Astrata 3 effektinus bor ekan keyin. Xo'sh. Qarochi, bizga yana bitta strukturalar kerak bo'ladi. Biz hozir mana shu strukturalardan chiroyli joylarni topib, o'sha yerga o'z qasrimizni quramiz. Bu videoni davomi chiqishi uchun sizlar 20 ta like qilib bersanglar, sразу davomini chiqaraman. Bolalar. Qarochi, buni necha soatlab montaj qilib, qanchalar montajlar qilib keyin qo'yaman videoni, bolalar. Sizlar buni tushunmaysizlar, qadrimga yetinglar meni. Shuning uchun sразу bizga taxta kerak bo'ladi.
Xo'sh. Хорошо. Tishga qarshi ko'tga tushib ketsam. Deb. Ana haqiqiy obunachilarimni topmoqchiman, o'z obunachilarimni yig'moqchiman bo'ldi. O'z obunachilarimni. Bu yoqda demak issiqlik bo'lishi kerak. Nixuya себе daxuya yurdim lekin hali chiqqani yo'q. Normalni bu yo'q. Xo'sh, mayli qidiruvlik topilar balkim. Men o'z obunachilarimni yig'moqchiman. Agar kanalni sotib yuborsam ham yoki kim bloklanib ketsa, yangi kanal ochganimda o'sha kanalimga sirozli obuna bo'lib meni ko'radigan obunachilarim kerak menga. O'z haqiqiy fanatlarimni topmoqchiman bo'ldi. Agar shunaqa meni fanatim bo'lishini xohlasanglar, meni postoyanli kuzatib, har bitta videomga like bosib qo'yinglar. Meni postoyanli kuzatadigan odamlarni men moder berib qo'yaman. Har bitta streamda unga moder beraman. Har ikkita, uchtasiga. Har bitta streamda. Voy bля, shu kutmoqchi edim. Хорош. Навсегда. Ana nima? Strukturami? Va nihoyat. Topildi. Tezlash shu yerga bor. Oo, mana struktura bo'ldi. Ishonmaydinglar. Lekin juda ham kam chiqarganda. Bunaqa strukturalar. Uyni chiroyligiga qaranglar. Uy billa. Ovqat. Bu bizga shart emas. Bunda hech narsa yo'q. Bu nima? Skelet. Xo'sh. Oo, uyni skeletlari bosib ketgan. Oltin bular. Ko'rdinglarmi? Sizlar menga ishonmasanglar, bular mana shunda yashasam ekan. Yotoqxonasi bor. Uy ideal. Chiroyli. Bu yerda kitoblar ham bor ekan. Mana qo'ysa bo'lar ekan. Mana shu yerda yashasam ekan. Kerak emas. Hali bundan zo'r turib, to'xtang, mana shu ko'zada nimadir bo'ladi. Yo'q ekan. Xo'sh, bu yerda yashamaymiz. Bundan ham zo'r strukturalar chiqadi hali. O'shalarni qidiraylik, normal kattaroq joy bo'lsa o'sha yerda yashaymiz. Короче, bu yoqdan kelayotganda bu yoqqa ketaman endi. To'xta. Uzoqdan menga qanday ko'rinadi? Demak, bu yoqdan kelganman, bu yoqqa ketaman. Ana yerda qovoqlar bor ekan. Demak, qishloqcha bo'lish kerak shu yaqin atrofda. Qovoqlar bor ekan, qishloqcha ham bo'lish kerak. Mana shu demak, o'rmon tarafda qishloqcha bor. Postap ana qishloqdan ham. Yoki qishloqchada yashayman. O'sha qishloqcha ham normalda. Xo'sh. Ey yo fremachito si le pum ping chong chong ching chong shing Фуян, флалайн. Struktura. Qishloqcha. Хорошо. Так хорошо. Yashil biyom, хорош keldim. Shuncha umidlar bilan, shuncha qidirishlar bilan yashil biyomga keldim bolalar. Xo'sh. Давай. Fe so fe fa fe cha chi cha. Aytga daraxtlarga qaranglar. 126 versiya juda ham ideal ko'rinar ekan, boru. Xo'sh. Tezlash. Normal telefon oldim bo'ldi. Men sizlarga aytganim, normal telefon olsam yaxshi video qo'yaman deb. Avvalgi videolarimda, mana. Yo'q, men sizlarga nima dedim? Bola, men sizlarga nima dedim? Normal struktura chiqadi dedim-mi? Hozir mana shu yerga boramiz. O'sha yerga borgandan keyin voy bilan вообще chiroyli joy ekan. O'sha yerga borib, o'z bazamiz o'sha bo'ladi endi bizni. Da. Boraylik. Vo, bayroqlar ham bor. Voy bola. Topgan joyimga qaranglar. Hozir top boraman buni yoniga. Sirasi.
O'zim bilmagan holda kelib qoldim, ko'ringlar. Boya mana shu uyda yashaganimda buni ko'rmasdik. Qolib ketaveradi. Mana shu joyga berdik. Vo! Eshik qani bu? Mana. Mana. Topdik. Axir o'zimizga kerak joyni topdik. Buni qilamiz. Mana shu yerga kelamiz. Sakrab chiqamiz. Vo! Hozir mana shuni buzadigan narsa yasab olaydi. Bo'lmasam mana yopib tashlaydi bular. Mob spam bo'ladi-da bunda. Yo'qol. Хорош. Narsalarga qaranglar. Imperiya-ku bu katta. Mana. Muranya. Хорош. Buni ham kiyib olamiz. Mana shu narsalar o'lib yoqmaydi hozir. Eshitdilar? Hozir taxlayman bularni. Mana shu imperiyani kuchaytiramiz bo'ldi. Mana shu imperiyani kuchaytirib tashlaymiz. Вообще taxtga narsalar bor ekan bu yerda. Bo'ldi, shu yerda yashayman, men hozir o'rtasiga boramiz. O'zimga kerakli narsalarni olib taxtga narsa bor ekan bo'ldi. Hozirda o'z uylarimizni ham yasaymiz. Qilish ham kerak menga bitta. Ichkarilar mob bo'ladigan bo'lsa kerak bo'ladi. Mana shu narsalarni shopib o'tib ketamiz. Bo'lmasam juda ham og'irlik berib qo'yadi bizga. Cheksiz og'irlik, shuning ustida yursak. Sham. Oltinlar. Yerga fakirlar kerak ekan-ku. Fakirlarni topamiz. O'qitilgan kitob Effectiveness 1 kerak. O'qitamiz. Xo'sh. Qolganlarni keyin taxlayman. Hozir o'zimga joy topib olay. Bularni ertalab taxlaymiz. Katta bir qurollik ekanda bu. Qaranglar, hozir sizlarga ko'rsataman. Mana, вообще og'irlik berib qo'ygan, cheksiz. Agar buni buzsak, hozir yo'qoladi 2-3 sekunddan keyin. Bu yerdan chiqib olay. Nega yana shunday bo'lib qoldi? Yevli. O'ziga keladi hozir. Nimadir yeb olaylik. Temir. O'ziga kelguncha mana shu narsalarni qarab turaylik-da. Bala, o'zingga kel. Cheksiz berib qo'ydi aytganim sizlarga bo'ya. Bo'ya aytdim-ku, cheksiz berib qo'yadi deb. Sizlarga shuni ko'rsataman deb bo'lib qo'ygan holimga qarang. Hozir bu yoqqa joylashtiramiz bularni. Hop. O'zimni ham shu darajada yaqin ko'ryapman-ku, borib. Qanday bu? Qanday o'zimga kelaman? Moniyman. Kartishkayman. Bo'ya nimadir eganda o'ziga keldi-da, geshirman. Ketdik. Telefon qotyapti ekan. Endi bildim, yeyish kerak. Voy, do'qqa yo'qtilgan narsa. Cho'tga narsa aytdim. Hozir mana shu yotib, просто yotavermasa. Kровать слишком далеко. Nima bunaqa deyapti? Mana yotdi. Dam olyapti, dam. Спать в эту ночь. Barib shunaqa bo'ldi. Bir chelak sut kerak bizga ichib olishga. Bir chelak sut.
Bir chelak o'ziga kelyaptimi? Kelyapti-da o'ziga. Вообще o'g'irlashib qo'ygan oyog'iga qirilib yurishiga. Ey bular. Yurishiga qaranglar. Почти. Qadam bosmayapti-da почти. To'xta. Shuni yoniga borib qaytib kelamiz. Yana. Mana, ko'rdinglarmi? O'ziga keldi. Shuncha payt yurgan ekanman, azoblanib. Endi tushundim. O'zimizga bitta xona topishimiz kerak endi. Ikkinchi etaj. Ikkinchi etajda nimalar bor? Eng tepaga qavatga chiqaylikchi. O'rtasi yo'qmi bu joyni? Tuvakka tushib qoldimmi? Hozir buni o'rtalari yo'qmikan, ochiq joylari? Uyga. Bu hozir bitta qirollikda bu, ha? Mana. Voy, oltinni. Temirlar daxo'ya-ku bola. O'zimizga bitta xona qilishimiz kerak-da bitta. Tepaga. Buni tepaga chiqsa bo'lmaydimi, ha? Olmasin, normalniy. Daxo'ya ekan bu hali. Mana boyagi joyga keldim. Mana. Bu yog'ini ko'raylikchi. Bo'ldimi, всё. Kichkina peri. Katta ko'rinar ekan. Nima deydilar? Shu yerda yashaymizmi? Nima deydilar? Agar yashaying deb kommentariyga yozib qoldiringlar, agar sizlarga shu yerda yashashim yo'qsa. Bu yerdan nima qilamiz? Bu yerlarni normal qilib ta'mirlaymiz. Tepasidan hali bitta normal joylarni qidirish kerak bu yomlarni. Bu biyom bilan faqat ushlanib qolmaslik kerak. Agar sayohat qiling desanglar, yuraveraman, aylanib. Agarda shu yerda qoling desanglar, shu yerda qolaman. Kimning kommentariyasi ko'p yig'ilsa, shu yerda qoling degan bo'lsa, shu yerda qolaman. Agarda sayohat qiling ko'p yig'ilsa, sayohat qilamiz. Nima? Bu yer tozalab ketamiz sayohat qilishdan oldin keyin. Xo'sh. Mana-ku bor ekan joy, normal. Yotishga. Men biroz dam olay. Hammaga chao kakao. Sizlar bilan Asilbek bo'ldi.